Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Navbatdagi ishimiz Qo'qon Dang'ara tumaniga 1.5 li pechkamizni olib kelib o'rnatib berdik. Mana shu joyga. Kun biroz kech bo'lib qoldi. Videoga xira tushyapti. Pechkamiz orqa ko'rinish mana shu holatda bitdi. Shoflarga e'tibor berib qo'yasizlar. Kimga shuna xizmat kerak bo'lsa, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab barcha mahsulotlar ichida kelishilgan narxda olib borib o'rnatib beramiz. Pechkalarimiz har xil turdagi pechkalarimiz bor. 9 xil, 10 xil razmerlarda, dizaynlarda pechkalarimiz bor. Pechkamiz oldi ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. O'tlarni yoqib qo'ydik. Tortishlari yaxshi, bitta eshikni ochib qo'ying. Endi tutashyapti. O'tlarni yoqdik. Xudo xolisa tortishlari zo'r. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab barcha mahsulotlar ichida olib borib o'rnatib beramiz.